Hürmetli vatandaşlarımız devamlaştırıyoruz. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi yuqori darajalik amaldori Yaponiyaning Janubiy Jungo dengizida chorlash elib berishiga qo'shilishni qo'llaydiganligini bildirdi. Demek Yaponiya davlatining Janubiy dengizida chorlash elib berishini Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llaydiganligini yuqori darajalik Davlat Mudofaa Ministerligining yuqori darajalik amaldori qo'lladi. Mavzulu xabar 11 ayning 14 günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining bir nafar yuqori darajalik amaldori 11 ayning 11 günü Washingtonda mundaq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya va yana boshqa davlatlarning dengiz okean erkin qatnashini kafolatga ega qilib, qonun bilan boshqarishni qo'g'dash sepiga qo'shilishini qo'llaydi. O'xshash bir kunda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe mundaq ko'rsatdi. 20 davlat guruhi davlatlarning yuqori darajaliklar uchrashish yig'inida va Osiyodagi yig'inda, Osiyo iqtisod yig'inida yig'inlarda Janubiy Jungo dengiz masalasiga ko'ngil bo'lish masalasini o'ttirib qo'ydiganligini bildirdi. Bir hozir Turkiyada echilayotgan yig'in, ikkinchisi yaqinda Filippinda echilgan Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'ini. Bildirdi. Shinzo Abe shu yig'inda Janubiy dengiz masalasini o'ttirib qo'ydiganligini bildirdi. Shinzo Abe yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Janubiy dengizga qo'g'dinish qismini avatib jiddiy nazorat qilish faoliyati elib berishni o'ylashida. Shinzo Abe dediki, Yaponiya Janubiy dengizga jiddiy qo'g'dinish qismlarini avatib nazorat qilish va chorlash ishini elib berishni o'ylashida. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi Osiyo Tinch okean bexatarlik ishlari bo'yicha Mudofaa Ministerining yordamchisi David Sher juma kuni Washingtonda mundaq ko'rsatdi. Yaponiya va boshqa davlatlarning dengiz okean huquqini qo'g'dashga aktiv pozitsiyasini qo'llaymiz. Yaponiya va boshqa davlatlarning dengiz okean erkinligini qo'g'dash masalasi jihatda aktiv pozitsiyasini qo'llaymiz. David Sher mundaq ko'rsatdi. Xalqaro qonunlarga asosan yer sharining har qanday bir joyida do'stlarimizning va yana boshqa davlatlarning dengiz okean huquqini qo'g'dashini, osirishini qarshi olamiz. Dengiz okean erkin qatnashini va bu rayondan uchib o'tish erkinligini qo'g'dashdan iborat bu prinsipni qo'g'dash tirishchanligini qo'llaymiz.